Assalomu alaykum. Bizni kuzatib borayotgan yurtdoshlarimiz, biz ayni daqiqada Toshkent shahridagi O'zexpo markaz 5-pavilyonidamiz. An'anaviy inson uchun demak ko'rgazma savdosidamiz. Ko'rgazmada hunarmand uyushmasining a'zolari bo'lgan hunarmandlarimiz ham ishtirok etmoqda. Keling ular bilan tanishamiz. O'zingizni tanishtiring. Assalomu alaykum. Men Shojonova Feruzaman. Toshkent shahar Shayxontohur tumanida yashayman. Feruzaxon, qanchadan buyon hunarmandchilik bilan shug'ullanasiz? O'sha maktab davrimdan, kichkinaligimdan shug'ullanganman. 19 yil bo'ldi. Anaqa buyurtmalar asosida to'qiyotganimga. Bugun hamma to'rt muchasi sog' insonlar ham ko'pincha sizlarda irodasi bor deb ayta olmaymiz. Biz guvohi bo'lamizki, ba'zan shu hayot sinovlari ham insondan katta matonat, kuch talab etiladi. Aynan shu hunarmandchilik bilan shug'ullanishga nima sabab bo'lgan? Yoshligimda shu ustozim, rus tili ustozim sababchi bo'lganlar, kelib uyga dars o'tayotganlarida yana qo'shimcha menga to'quvchilikdan o'zlari xohishlari bilan o'rgatganlar. Bular yana uyda o'ziga mustaqil hunar o'rganishsin deb ular sababchi bo'lganlar. Shogirdlaringiz qanaqa? Shogirdlarim o'sha inklyuziv nogironlar jamiyatida, inklyuziv hayot nogironlar jamiyatida nogironligi bor shaxslarga o'qish kurslarini o'tganman.